Assalomu alaykum. Asaka Bank Qarshi BXM bir kontur bir mahsulot bo'yicha Kitob tumani, Qashqadaryo viloyati Kitob tumani yakka tutma FE'da amalga oshirilgan loyiha. Loyihamiz 306-konturda amalga oshirilgan. 5 gektar yer maydoni, 10 ta dehqon xo'jaligi mavjud. Loyihada no'xat ekinlari hozirda o'sish jarayonida. Loyiha chegaralari: birinchi chegara, ikkinchi chegarasi, uchinchi va to'rtinchi chegaralar.